Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, Harshan qo'y ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Bugungi ikkita qo'yimiz bor. Bittasi urg'ochi, bittasi qo'chqor. Ikkalasi ham qo'zi tishda. Xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni beramiz. Birinchisi qo'chqor, mana razrezlari, ko'rinishlari, oyoqlari yotmagan, mana kastaklar. Bitta baquvvat, tishi mayda. Bu sog'lig'imiz qo'zi, razrez, orqa ko'rinishlari, razrezlar. Oyoqlar, kastaklar yotmagan. Hozir bo'ylarini ko'rsatamiz. Videomizni Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimizni qo'ldan qilyapmiz. Bugungi hafta kuniga 19-may, seshanba 2026-yil. Hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. Yerdan qo'chqorimizni bo'ylari yerdan. Nechini ko'rsalaring, shunga baho beraverasizlar. Bu sog'lig'imiz. Sog'lig'imizni bo'ylari mana. Yerdan uzunliklari. Uzunligi uzun. Hurkakroq, juda qo'liga nima deydi? Juda qo'lashni qiyin bo'lyapti hurkakligi uchun. Mana uzunligi, qo'chqorimiz uzunligi ham. Qo'chqorimiz uzun, yelkadan 90 oshiq. Quloqlari. Bittasi qo'chqorniki 20, sog'lig'imizniki 19. Kanalimiz rivoji uchun bitta like ni ayamaslarga umid qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.